Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizning navbatdagi yangi obyektimizda xudo xolasa mana 300 kilovatlik ko'mir kotelda o'rnatib berdik. Mana yonishlari a'lo darajada. Xudo xolasa ispitaniya jarayoni ketyapti hozir. Bu oxirgi paytdagi o'sha ishonchli ish berayotgan kotellarimizdan biri. Bu 100% aqlli, o'zini o'zi boshqaraveradigan kotelimiz. Bu obyektimiz mana hozir P shaklida solingan uyimiz. Buni aylana atrofiga hamma yoqqa radiator to'pli pollar qilib berdik. Ikkita xona to'pli pol, qolgan joylariga polni radiator qilib, polni isitish tizimini montaj qilib berdik. Mana hozir yonishlari ispitaniya jarayoni juda chiroyli tarzda o'tyapti. Xudo xolasa bu yog'i zo'r. Xonadonimizga o'rnatib bergan radiatorlarimizni bir ko'rsatib o'tamiz. Mana o'sha issiqliklar kelgan, yonganiga bir 15 minut bo'ldi ya bo'lmadi, o'sha isib bo'lgan radiatorlarimiz. Xudo xolasa xonani issiqligi sirasi sezilyapti. Xo'sh. Jami bo'lib bu yerga 16 ta radiator o'rnatib berganmiz. Ikkita xonamiz to'pli pol bo'lgan. Shunda jami rasxodlar hammasi bo'lib turib, kotel bor ichida 300 kilovatlik. Bundan tashqari materiallar, usta haqqi hammasi ichida bo'lib turib 55-60 million atrofida pul ketib qolyapti. Mana shunaqa 220 kvadratlik uyda polni isitish tizimini o'rnatish. Ekranda raqamlar qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Biz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatishimiz mumkin. Inshaalloh xohlasalaring hamma materiali bilan o'zimiz olib boramiz yoki bo'lmasam o'zimiz olib beramiz desalaring farqi yo'q. Yoki yo'q, meni vaqtim yo'q, men Rossiyadaman yoki chetdaman deb pulini tashlab beradigan bo'lsangiz ham hamma materiallarni olib boramiz. O'sha yerda o'zida siz ovora qilmagan holda chiroylab ishlaringni bitirib beramiz.